Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Alloh qayerda degan savolni berdi bir ukamiz, o narigi masjidda edim. Men o'zimni gapimni aytishni o'rniga Shayx hazratlarini, rahmatli Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini javobini aytib qo'ysam, u kishini martabasi, maqomi baland, shu odamga gapi kuchliroq hujjat bo'ladi deb, Shayx hazratlarini taniysizmi desam, tanimayman deyapti. Qayerlisiz desam, Qizilqiyalikman deyapti. O'zbek yigit. Endi 30 dan o'tgan namoz o'qiydigan yigit Shayx hazratlarini tanimasligi mumkinmi? Mumkin, g'orda yashasa kerak. Keyin aytayaptiki, men u kishini ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Men u kishini ilmiga guvohlik bermayman deyapti. Qaranglar, insof qilinglar birodarlar. Mana aytayapman, aqidadan 50 ta kitob o'qigan odam bormi desam, ko'tarmayapmiz-a. O'sha Liviyadagi Glami bibliotekasining kitobini o'qib bo'lgan ekan hazrat. Qancha kitob yozdi? 200 yaqin kitobi bor. Shu kishini ilmiga guvohlik bermaydigan darajaga chiqibdi shu yigit. Endi nima deysiz endi? 15 ga kirgan bola dadasining mashinasini minib, chiqib ketib, avariya qildi. Arvatun studio. 40 ga kirgan odam aytayapti. 15 yoshlar paytimda bir ish qilganman. Otam mana shu ishimdan keyin menga shunday bir muomala qildi, o'lgunimcha unutmayman. Dadasining mashinasini minib, avariya qildi. 3 kungacha uyga kela olmay yuradi. Qayoqqa boradi? Oxiri keladi. Qo'rqib, xavotir bilan aybi bo'ynida, xatosini tushunib, bo'ynini qisib uyga keldi. Otasi so'zmadi ham, urushmadi ham. Buni unga aytdiki, "Bolalar g'am qilma, sotib oldim mashinani, xijolat oladi." Bilasizmi? Qalbiga qanaqa ta'sir qiladi. Nimani kutgan edi? Baqirish kerak edi, so'kish kerak edi, urush kerak edi, uydan haydab chiqarib yuborish kerak edi. Lekin ota buni aksini qildi. Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi, borki, albatta shularning ichida seni ko'nglinga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yuraveryapti. Qarangda, bir narsa borda, mashinang chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinaning rasxoti oz, lekin taqib ko'p. Xullas, tabiiyni qiladigan narsa albatta topilib turadi. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga xirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Shunday bir duoda o'rgataymi? Shu duoda o'qisangiz, g'am ham ketadi. Har qancha katta bo'lmasin, Alloh taolo uchun hech narsa emas sizning g'amingiz. Va qarzingiz har qancha katta bo'lmasin, Alloh uchun hech narsa emas. Faqat ixlos bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib ochishni kerak bu duoni. Har rostni o'rgating dedi. Payg'ambarimiz nima o'rgatyapti? Tong ottirsiz yoki kech kirgizsiz, ya'ni ikki mahal, ertalab va kechki payt. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn va qahri rijal. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan ijobat bo'lishiga ishonib turib, Parvardigorim, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va yalqonlikdan panoh tilayman. Musulmon bilan kofir baliq olgani chiqibdi. Kofir o'zini to'rini, o'zini xudosini atini aytib tashlabdi. Tortgan ekan, to'ldirib baliq chiqibdi. Musulmon tashlabdi, Robbisini atini aytdi. Tortish baliq chiqmabdi. Kech-kecha turibdi. Shomga borganda bir dona baliq tushibdi. Allohga shukr deb baliq tortayotgan ekan, tushib ketib qoldi suvga. Mo'min quruq qaytibdi. Kofir to'liq qaytibdi. Shunda shu mo'minga biriktirilgan muakkal farishta Parvardigorning oldiga chiqibdi. Parvardigor, mo'min banding, ertaga kelsa seni eslasa, seni halolingni halol, haromingni harom desa, shunaqa qilib qiynaysan. Bu kofir banding, sendan boshqalarga ibodat qilsa, senga shirk keltirsa, shuni to'ldirib qo'yasanmi? Shu bo'lib yuraveradimi? Mo'min bo'lmaydimi? Alloh taolo shu farishtaga mana shu mo'minni qilgan sabr uchun oxiratda tayyorlab qo'ygan joyini ko'rsatdi. Farishta aytdiki, dedi, unga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil. Oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir.